Hurmatli Hit FM radiosini tinglovchilari, hammaga yana bir bora yaxshi kayfiyat yor bo'lsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin va ayni fursatlarda esa biz bugun Doktor FM loyihasini davom ettirar ekanmiz. Ajoyib bo'lgan mutaxassisimiz hamma uchun kerakli inson, stomatolog, ortoped, terapevt Husniddin G'ulomiddinov san qoldi G'ulom Qodirov borishimga. Husniddin aka, xush kelibsiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Odatda stomatologlarni ishlari juda ham ko'p bo'ladi, bemorlar kelishadi, navbatlarga yozdirishadi, lekin mana shunaqa jarayonlardan ham biz uchun vaqt topib kelganingiz uchun sizga mana bu olqishlarni bemalol qo'yib bersak bo'ladi. Rahmat. Quloqchinlar yaxshimi-ki, ozgina balandpastlatish kerakmi? Yaxshi, zo'r. Joylashib olsak bo'ladi bemalol jarayonlarga. Hurmatli do'stlar, qanaqa savollar bo'lsa Telegram orqali yozib qoldirishingiz mumkin. 88 114 90 80 raqamlari o'z ish faoliyatida. Odatda stomatologlarni faqatgina o'sha tish davolashadi bo'ldi. Mana shu sohada bilamiz biz, lekin sizni faoliyatingiz, mutaxassisligingiz ortoped, terapevt ekan. Mana shu haqida keling, to'xtalib o'taylik avval boshi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, eshituvchilarga. Men o'zim stomatolog, terapevt, ortoped bo'lib ishlayman. Bizning sohamiz asosan tishlarni davolash, terapevtik va ularni protez bilan, ya'ni koronkalar, vinyerlar, shunga o'xshash qoplamalar bilan qoplash yo'nalishida ishlayman. Demak, O'zbekistonda ayni paytda xalqimiz orasida eng ko'p tarqalgan tish kasalliklari qaysilar? O'rta Osiyoda bizada hozircha stomatologik IQ janob baland emas, ya'ni bizada propedevtika, ya'ni stomatologik kasalliklarning oldini olish yaxshi rivojlanmagan. Shu sababdan bizda hozirgi kunda karies, pulpit kasalliklari asosiy ko'p anaqa. Karieslar. Karieslar nimadan kelib chiqadi? Noto'g'ri ovqatlanishdan, adashmasam. Bu ham bitta sababi, noto'g'ri ovqatlanish, gigiyena yomonligi, shu asosiy sabablar shu. Buning ichiga ko'p narsa kirib ketadi. Bizning ratsionimiz, masalan, yeydigan narsalarimiz, ovqatlanish madaniyati ham bizda unchalik hali shakllanib bo'lmadi, to'g'ri shakllanmadi, ya'ni. Zararli narsalar ko'p iste'mol qilamiz. Ulardan keyingi iste'mol qilgandan keyin ham tozalash va gigiyena sal bizda rivojlanmagan hali xalqda. Bu narsa endi sekin-sekin bo'ladi, bahorisi. Bu narsalar yaxshi bo'lgandan keyin avtomatik bu hamma kasalliklar ham soni kamayadi, o'sha stomatologik sog'lomlik oshadi, shahar unaqada respublikamizda. Undan keyin boshqa o'sha kasalliklar. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, tibbiy savodxonligini oshirish kerak. Yurtdoshlarimizni bilamizki, kasallik bizda mana shunaqa narsa borki, o'tib ketgandan keyin, og'riq berib chidolmagandan keyin oxirgi manzil qayer bo'ladi? Albatta shifokorlar bo'ladi, shifoxona bo'ladi. Tishda ham shunaqa. Og'rib, nimadirlarga esa darrov sezilib ta'sir qiladi-da, qiynab o'tib ketgandan keyin, ishib ketgandan keyin shifokorga borishadi va shifokor "Yo, tishni olamiz, yo davolasa bo'lmaydimi?" deb turishadi. Eng ko'p murojaatlar mana shunaqa bo'lsa kerak. To'g'ri. Bizda juda ko'p bo'ladi bunaqa holat. O'zi o'tkazib borib, o'zi organizmda signallar bo'ladi. Boshida sal og'riydi, sovuq og'riydi, shirinlik og'riydi. O'tib ketadi deyishadi, o'tib ketadi. Lekin u, ya'ni remissiya holatiga tushib, yana ham chuqurlashgan muammo keltirib chiqarib, yana bir o'zini bildirib beradi. Battar yana ko'proq xarajatga tushadi. To'g'ri, xarajat oshadi, og'riq oshadi, dard oshadi, u muammo ko'payib ketadi. Undan keyin oxiri hech qayerga borish bilmay qo'ymagandan keyingina doktorga murojaat qilishadi. Bu albatta yomon. Bugungi kunda mana vinyerlar, tish oqartirishlar bir ommabop bo'lyapti. Oldin bunaqa narsalar birozgina kam eshitilardi, lekin bugungi kunda bu narsalar ko'paymoqda. Vinyer va tish oqartirishni o'zi farqi bormi yoki bitta narsami? Farqi bor. O'zi umuman olganda tegi bilan bu umuman boshqa narsa. Tish oqartirish bu o'zimizni qachon qilinadi? Bu o'zimizning sog'lom tishlarimizni, hech qanaqa karies yo'q, soppa-sog' tishlarni shunchaki estetik jihatdan bizga rang yoqmasa, uni oqartirsa bo'ladi. Bu tishga zarari yo'q. Bu odamning shaxsiy imonni o'zini estetik holatini yaxshilash uchun o'zi xohish bo'yicha qilinadigan ish. Vinyer bo'lsa, bu salgina boshqa narsa. Vinyer bu ortopedический konstruksiya deydi, ya'ni bizning instrumentimiz. Vinyer bilan o'sha oqartirishni ham qilsa bo'ladi. Vinyerni o'zini rangini istalgan rangda oqartirsa bo'ladi.
lekin uni asosiy funksiyasi boshqa. Uni asosiy funksiyasi tishlarni saqlab qolish. Ya'ni tishlar karies bo'lgan, katta plombalari bor, yemirilgan, juda ham katta shikast yetgan tishlarni vinir bilan yoki koronka qoplamalar bilan qoplab, uni biz saqlab qolamiz va xizmat qilish muddatini oshiramiz. Vinirlarning asosiy vazifasi shu. Lekin bunga plus yana estetik jihatdan oqartirib, chiroyli qilib bersa bo'ladi. Misol uchun o'sha tish oqartirdi, qancha muddatgacha saqlanib qoladi? O'rtacha har xil prezervativ, ya'ni ishlab chiqaruvchilar bor, ular har xil srok berishadi. O'rtacha olganda 2 yil. 2 yil. 2 yil berishadi. Vinirlarning ham zarari yo'q. Yo'q, vinirlarni aytolmagan. Vinir bizani bir asbobimiz, instrumentimiz. Biz uni kerak bo'lganda qo'llaymiz. Bu narsa tishga borib zarar emas, ya'ni saqlab qolish. U odamning sog'lig'iga foyda narsa. O'zi aslini olib qaraganda. Kimdirlar balki o'sha rangi yoqmagani uchun qildirgan bo'lishi mumkin, lekin bu vinirni asl назначенияsi emas, ya'ni qo'llanish maqsadi emas u. Boshqa narsa. Hurmatli do'stlar, agar sizda ham qandaydir savollar bo'lsa 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi yangi radio so'zlarini kiritgan holatda yozishingiz mumkin va bu yerda Husniddin aka bir savol yetib kelgan. Assalomu alaykum. Metalokeramika va dioksid sirkoniy haqida ma'lumot bersalar deb xabar qoldirgan ekanlar. Keling mana shu haqida bitta qo'shiqdan so'ng to'xtalib o'tsak. Hurmatli do'stlar, Doktor FM loyihasi va bugun oliy toifali stomatolog, terapevt, ortoped Husniddin G'ulomiddinov mehmonimiz sanaladilar va hozir e'lon qilingan savolga esa birozdan so'ng menimcha javob beramiz. Davom etamiz azizlar. Savollar yog'ilib kelyapti va bundan oldingi taronada o'qib eshittirilgan savolga mutaxassisdan javobni olamiz. Husniddin aka, bir takrorlab yuborasizmi? Albatta takrorlab yuboramiz. Qaysi savol edi? Hozir men yo'qotib qo'ydim. Bo'ldi, topdim. Metalokeramika va dioksid sirkoniy, to'g'ri o'qidimmi? To'g'ri. Haqida ma'lumot bersalarda xabar qoldirgan ekanlar. Metalokeramika va dioksid sirkoniy buni asosiy bemorlarimizning savollaridan bittasi. Nima farqi bor? Chunki narx jihatdan bir-biridan farqi bor. O'zi nima narsa? Ma'lumotim yo'q ekan bu narsada. Bu koronka, qoplama, ya'ni tishlarni yemirilganda yoki karies bo'lib boshqa sabablarga ko'ra o'sha sog'lom to'qimasi kam qolganda bizni u tishlarni saqlab qolib, yana undan keyin xizmat ko'rsatish uchun qoplama bilan qoplaymiz. Saqlab qolish uchun. Shu qoplamalar koronkada har xil turda bo'ladi, har xil materialdan qilinadi. Bunda o'sha aytayotganlaridek metalokeramika bo'lishi mumkin, dioksid sirkoniy bo'lishi mumkin, MX bo'lishi mumkin, refraktor, shunga o'xshagan har xil xom ashyodan tayinlanadi. Endi bo'lib bergan savollarga ko'ra metalokeramika bilan dioksid sirkoniy xarakteristikasi bo'lishi bir-biriga juda yaqin bo'lgan materialda. Bularni ko'p holatda birga nima deydi, ikkalasini ham qo'ysa bo'ladigan holatda bor. Lekin farqi shundaki, metalokeramika juda eski texnologiya, eski metodika, uni minuslari ko'proq. Sirkoniy uni o'rniga chiqqan yaxshiroq, ya'ni zamonaviyroq, ko'p xususiyatlari yangilangan inson organizmiga, sog'lig'iga nima deydi, kamroq shikast yetkazadigan material. Brekit bilan eylinerlarning bir-biridan farqi qanaqa bo'ladi? Brekit bilan eylinerning farqi bu ham brekit, ya'ni eskiroq vaqtliroq paydo bo'lgan, keyin hozir texnologiyalar eylinerlar bilan ishlashga imkonini beryapti. Lekin bu brekit bilan eylinerni nima deydi, bittasi ikkinchisidan ustun degani emas. Natijasi bir xil demak. Ikkalasida ham bir xil natija qilsa bo'ladi, lekin shunaqangi qiyin vaziyatlar bo'ladiki, eyeliner bilan iloji yo'q, brekit bilan qilish kerak. Baribir brekit yaxshi deyishadi, bir xillani. Yo, nima qilasan, baribir brekitga qo'ydirgan yaxshi, eylinerlari bo'lmaydi deb. Mana meni tushimga maslahat beringchi. Uni ham qo'ysa bo'ladi, aytolman-ku. Bu ikkalasi ham instrument, ikkalasidan ham foydalanib kerakli manzilga, kerakli natijaga erishsa bo'ladi. Bularning farqi bor o'ziga yarasha. Eylinerda sizni tish tozalash, gigiyenangiz osonroq bo'ladi. Yechib olib, xohlagan paytingiz bemalol tozalab, ovqatlanib, keyin taqvo. Og'riqlar ham kamroq bo'ladi, menimcha. Nisbatan. Brekitda bo'lsa, siz tozalashingiz qiyinroq, chunki yopishgan bo'ladi, og'izda 24 har doim turadi. Uni hamma atrofini tozalash qiyin, gigiyena sal jabr ko'radi bu holatda. Necha barobarga qimmatroq eylinerlar narxi? Men aniq aytolmayman, chunki u har bitta insonning holatiga qarab hisoblanadigan narsa.
Bu narsa endi taxminan aytish mumkin 2 barobar desa bo'ladi, lekin bir xil mutaxassislik ikkalasini ham bir xil narx qiladi, chunki uni mutaxassisligi shunga nima deydi, to'g'ri keladi. Xo'p, Javlon akadan yetib kelgan savolga e'tibor qaratamiz. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Doktorga savolim, tishda yoki milkda tosh borligini qanday bilish mumkin? Ya'ni mutaxassis bo'lmagan odam tish toshlarini zarari qay darajada? Buni bo'lishi normal holatmi? Normal holat desa ham bo'ladi, lekin zarari ham juda katta. Bu bir xil masalan insonlar bor, hech qachon tish toshlari paydo bo'lmaydi, umuman hayoti davomida. Bir xil odamlar bor, tozalagandan keyin 6 oydan keyin hamma yoshi tosh yana tosh yig'ilib qoladi. Bu umumiy organizm holatiga ham bizada vodno-salivoy обмен deydi, ya'ni tuzlar almashinuviga ham bog'liqda. Masalan, aniq bitta narsaga bog'lab bo'lmaydi. Yeyotgan ovqatlariga ham bog'liq bo'ladimi? Unga ham bog'liq bo'ladi. Bu narsani zarari ko'p, zarari tishga yopishib turadi, milklarni ezadi, milklar qoniydi, noxush hidlar paydo bo'ladi, tishlarni o'sha milklar cho'kish jarayoni yuzaga keladi va o'sha tishlarni o'z joyidan qimirlab, oxir oqibat eng nima deydi, kulminatsion nuqtasida tishlar tushib ketishi ham mumkin, bunga olib kelishi ham mumkin. Shuning uchun buni bormi, sezdingizmi, sirazi shu mutaxassisga murojaat qilib tozalatish kerak. Menimcha shunaqa ko'p vaqtni ham olmaydi. Bir yarim soatcha vaqt ketadi. Ko'pligiga qarab, yana toshlarni qay darajada. Husniddin aka, ba'zi bir oilalarda kuzatganman-da, ota-onalar hali bemalol ovqatlanishga qodir bo'lmagan farzandlariga taomlarni chaynab berishadi. Ko'pgina kasalliklar o'tishi aniq. Tish kasalliklari-chi o'tadimi? Tish kasalliklari o'tmaydi. Nima desa bo'ladi? Tish o'zi og'iz bo'shlig'ida, o'zi normada patogen bakteriyalar, patogen organizmlar bor. Lekin ularni, ya'ni patogen zararli anaqasi oshib ketmasa, og'izda normada hayot davomida yashayveradi u narsalar. Prosta endi chaynab berish men o'zimni shaxsiy fikrim, menimcha anaqa yaxshi emas. Yana pediatrlar yaxshiroq bilsa kerak. Chaynab berganda shu insonni, katta odam og'zidagi patogen muhitni bolani og'ziga o'tkazish, uni organizm, uni immuniteti ko'taradimi yo'qmi, qanaqa patogen og'izda mikroblar bor bilmaymiz. Buni qilmagan ma'qul deb o'ylayman. Bu men o'zimning shaxsiy fikrim. Men eshitishim bo'yicha insonni tanasidagi eng kir va eng ko'p zararli bakteriyalarga ega joy bu og'iz bo'shlig'i ekan. Shunaqa. To'g'ri. Ko'rdingizmi? Tasavvur qiling, butun tanasidagi eng kir deyapman. Menga aloqasi yo'q. Yo'q. Menga aloqasi yo'q. Xo'p, mana tish salomatligi haqida, o'sha tishlarni avaylash haqida gapiryapmiz. O'zi qanaqa ovqatlar tish uchun eng zararli hisoblanadi Husniddin aka? Mana bugungi kunda hammamiz taom iste'mol qilamiz. Fast foodlar, boshqa narsalar, kola, Pepsi, Fanta hammasidan ichamiz-da, baribir. Qaysilari eng zararli hisoblanishadi? Eng zarari hamma bilsa kerak, iste'mol bo'lmagan odam kola, gazli ichimliklar zarar. Bularning zarari gazli bo'lganda emas, bularning zarari shirinligida. Shakari ko'pligida. Shakar ko'pligi shu bizadagi o'sha aynan aytgan mikrob patogenlarimizni ozuqasi hisoblanadi. Bu bizda yopishqoq narsalarimiz ko'proq. Nonli narsa ko'p, chips ko'p, shunga o'xshagan qotgan anaqa nima deydi, kireshkiga o'xshagan narsalar yeyiladi, bulchka yeyiladi, ular yopishqoq kraxmal-ku, og'izga yopishadimi? Uni tagida qolgan shirinlik, ya'ni o'sha glyukoza narsalar bilan mikroorganizmlar oziqlanadi va o'tda bizning tishimizga zarar keltiradigan kislotni nima deydi, kislotali muhit paydo bo'ladi. Bu tishda o'sha karies olib keladi, karies paydo bo'ladi, bundan tozalamaslik nervi ochilib qoladi, keyin og'riq beradi. Xullas, keyin yana shifokorga borish kerak bo'ladi. Bu yerda aytyaptilar, semichkani so'raydi deyaptilar. Semichkani o'ziga yarasha zarari bor, to'g'ri aytyapsiz. Semichka nima, ya'ni mexanический, shu anaqa qilganda uzoq vaqt bitta joyda chaqilsa, ukrainskiy zub deydi, tishda ko'rsangiz uchburchak joy paydo bo'lib qoladi odamlarda. O'shani ham so'rashganida. O'shani ham so'rashganida qanaqa davolasa bo'ladi shunda deya. Plomba qilinadi-da. Faqat boshqa semichka chaqishmaydi. O'sha tishida. Qayta boshqa. Tushunarli. Savollar ko'p. Nima qilamiz Umarбек? Davom ettiramiz. Bitta qo'shiq eshitaylik. Maroqat guruhidan keyin yana davom ettiramiz. 100 dan ortiq savollar bor. Men oldindan ogohlantirib qo'yaman. Hammasiga javob berishga vaqt jihatidan ulgurmay qolishimiz mumkin, lekin Husniddin akani o'zlariga bemalol murojaat qilsalar bo'ladi bizning tinglovchilarimiz. Va hozir qo'shiq Doktor FM loyihasi yana davom etadi.
Munisa Rizayevadan mana shunaqa ajoyib bo'lgan taronani birgalikda eshitib oldik. Hammaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. 11:48 poytaxtimiz soat millari Hit FM, Hit Lunch, Doktor FM loyihasi bo'lib o'tmoqda. Bugungi mehmonimiz, mutaxassisimiz oliy toifali stomatolog, terapevt, ortoped. Nima bo'ldi hozir bu yerda? Bo'ldi. Jim bo'lib qolganiga. Husiddin G'ulomidinov hisoblanadilar. Darvoqe, hurmatli do'stlar, hozirning o'zidayoq ularning Instagramlariga kirsangiz bo'ladi. Jonli efir bo'lyapti u yerda. dr.kh yumshoq talaffuz qilinadigan h Husnuddin deb yozilar ekan. Kiring, Instagramlarga obuna bo'lishni unutmang. Bundan tashqari jonli efirni ham ko'rsangiz bo'ladi. Doktor Husnuddin deb yozilar ekan va u yerda bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan savollarni ham direktlarga murojaat qilsalar bo'ladimi? Bemalol. VIP. Ana shunaqa. Bundan tashqari yana bir e'lonimiz bor. Eng yaxshi savol bergan 3 ta tinglovchimizga bepul konsultatsiya taqdim qilinar ekan shifokorimiz tomonidan. Bu degani faqatgina konsultatsiya, professional konsultatsiya. Davolash ishlari esa keyingi jarayonlarda amalga oshiriladi. Biz faqat bepul konsultatsiyaga hozir 3 ta eng yaxshi savol egalarini tanlab olamiz. Savollarni o'qib eshittiramiz. Savollarni o'qib eshittirsak bo'ladi. Ismlarini o'qib eshittirmayman. Aha. O'ylanibmanki, xotinni tushini davolayman. Bittasini solsak, bittasi tushadi. Nima qilaylik deb yozdi. Farzandli bo'lganmilar? Menimcha bo'lganlar. Bo'lgandan keyin tabiiy holat bo'lishi mumkin. O'ylanibmanki, deyaptilar. Demak, nechadir yillar o'tgan oradan. Demak, tabiiy kalsiylar kamayib ketgandan keyin albatta, voy siz javob berishingiz kerak. Mana qiziq eshitib qolmasin. Endi nima desa bo'ladi? O'z ayol kishini sog'lig'iga yaxshilab e'tibor berish kerak, hammamiz bilamiz. Ayol kishida homiladorlik paytida ancha qiyin holatda bo'ladi. Bu narsani iloji bo'lsa baloga ketayotgan qizlarimizga yaxshilab qarab, sog'lig'ini ko'rsatishimiz kerak. Endi to'ydan keyin bo'lsa, bu endi kuyov bilan o'zlariga kerak aslida. Yaxshilab qilish, yaxshilab professionallik qilib hammasini davolatsalar, menimcha 1-2 yilda muammo keltirib chiqarmaydi. U qancha vitaminlarni ketkazadi ayol. Siz bor savol bo'pti, Mohinur. Nechun savol o'qidimda? Xo'p, keyingi savol, o'z vaqtida davolash degan gap 100% to'g'ri. Men qo'rqib yurardim shifokorga borishga. Oxir oqibat oshqozonim og'rishi boshladi. Sababi tishlarni faqat oldi tarafi sog' bo'lgan ekan va borishga majbur bo'ldim va umumiy atiga 13 million so'mga tushibdilar. To'g'rirog'i xo'jayinlari tushibdilar. Mana yana bitta misol. Shuning uchun vaqtida davolatib yuring va tish shifokoridan qo'rqadiganlar uchun bitta gap aytingki, qanaqadir qo'rqishmasin. Juda ko'pchilik, meni oyimlar ham shifokordan qo'rqadilar. Yuring, olib boraman desam, men qo'rqaman. Shunday bo'ldi, kreslo o'sib tushdimi, bo'ldi, yuragim yomon bo'lib qoladi dedilar. Bu bizning xalqimizning travmasida, ya'ni yoshlikda travma bo'ladi-yu. Biz ham shu eski paytda stomatologlardan qolgan travma bor-da, og'riydi deb o'ylashadi. Lekin hozirgi og'riq qoldiruvchi dorilar, hozirgi ninalar qo'rqadigan, hamma qo'rqadigan. Og'riq uncha og'rimaydi. Hozir bitta shu bir dona ukol qilinsa, shu priyomimiz oxirigacha bemorimiz hech narsani sezmaydi. Og'riqsiz bo'ladi. Va hozirgilarga qaraganda ancha yaxshi ta'sir qiladi, ya'ni qo'rqmasa bo'ladi bemalol. Va travma deganlarga bitta gap keldi tinglovchilarimizga. Bu umumiy hurmatli ota-onalar, iltimos, bolalaringizga to'polon qilishsa hozir doktorga olib boraman demanglar. Doktorlarda nima ayb? To'g'risida ularni yomon ko'rg'izib, keyin katta bo'lganda shifokordan qo'rqadigan bo'lib qolishadi. Kuchukdan qo'rqitib qo'yishadi. Qo'rqitib qo'yishadi. Telefondan qo'rqitinglar, hozircha telefon ommabop bo'ldi. Telefondan qo'rqitinglar. Shifokorlarda nima ayb? Yana bir tinglovchimizdan kelgan savol. Mening qizim yoshligida 2 ta tishini oldirgan edim. Hozir o'rniga chiqmagan boshqa tish deb yozdilar. Endi necha yoshlar men bilmayman hozir. Demak, hali chiqishi mumkin. Hali yosh bo'lsalar, bola bo'lsalar chiqishi mumkin. Vaqt kelmagan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir kam uchraydigan patologiya bo'lib, umuman tishi murtagi bo'lmasligi mumkin. Ya'ni umuman chiqmaydi hech qachon. Bu juda kam holatda bo'ladi. Ya'ni bularda ko'proq vaqt o'z vaqtidan oldin oldirib qo'yishgan, endi hali chiqish muddati kelmagan. Shunday bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Savolim, har doim tishlarimni tozalatib, oqartirmoqchi bo'laman, lekin yuqumli kasallik yuqtirishdan qo'rqib bormayman shifokorga. Shu qanchalar to'g'ri? Bu qo'rquvlari to'g'ri. Borgan joylarni albatta bilib borish kerak.
sterilizatsiya deydi. Ya'ni biz instrumentlarimizni, hamma jihozlarimizni tozalash uchun bitta stomatologiyada отдельный xonasi bor. Bu joyda o'sha qilinayotgan ishlar hammasi o'z qonun qoidasi bo'yicha qilinsa, hech qanaqa infeksiya, hech qanaqa zararli mikroblar, hech nima viruslar qolmaydi aslida. Faqat shu qoidasi bilan qilinadigan yaxshi, ishonchli joyga borishlari kerak. Rahmat. Homiladorlik davrida tishni davolash, uni oldirish mumkinmi? Homiladorlik vaqtida tavsiya qilinmaydi, lekin holatlar bo'ladi, tishi olmasa, onaga zarari tegsa, uni qilish kerak. Chunki uni o'z vaqtida qilinmasa, uni zarari yanada ko'proq bo'lishi mumkin. Buni umuman qildirmaslik noto'g'rilik. Shifokor bilan maslahatlashish kerak. Va yana bir savol, ko'pchilik tinglovchilarimizdan keldi. 10 tacha bir xil ma'nodagi savol. Briketni necha yoshgacha qo'ysa bo'ladi? 30 yoshda ham qo'ysam bo'ladimi? Bu yoshda ham qo'ysam bo'ladimi deb yozishgan. Bo'ladi. Yosh tanlamaydi. Yosh tanlamaydi. Yosh tanlamas ekan. Agar protez taqmagan bo'lsangiz bemalol. Albatta. Qolmagan bo'lsangiz. Soatimiz 13 yoki 14 yoshdan boshlabdi. Qildirsa bo'ladi. Faqat protezdan protezda sal qiyinroq bo'lishi mumkin, no ограничение yo'q, ya'ni cheklov yo'q. Soatimiz ham oxirlab boryapti va dolzarb ikkita masala qolib ketyapti hozir bu yerda. Xo'p, nimaga tish davolash xususiy klinikalarda juda qimmat degan savollar juda ham ko'p kelyapti va men ham umumiy qilib bitta shu savolni taqdim qildim sizga. O'zingizdan ham kelib chiqib aytyapsiz. Nega qimmat? O'zi aslida olib qarasa, butun dunyo miqyosida qarasa, bizning stomatologiyamiz unaqa qimmat hisoblanmaydi. Buni chet elga chiqib yurgan odamlar juda yaxshi bilishadi. Agar chet elga chiqib stomatolog ishligi tushsa, o'shanda bilishadi. Ta'til vaqtida O'zbekistonga kelishganda ko'pchilik tanishlarim tishlarini davolatib ketishadi. To'g'ri. Bizning o'zimizning klinikamizda ko'p bemorlarimiz Amerikadan kelib, Atidan kelishadi. Yevropadan kelishadi, tishlarini qildirib, hammasini check-up qilib ketishadi. Bu O'zbekistonda hamma biladi, hamma doktorlar. Amerikadan bizning o'zimiz hamyurtlarimiz kelishsa, birinchi bo'lib stomatologga yozishadi, hammasini to'g'rilashadi, ketishadi. Nimaga? Chunki u yerda juda qimmat. Birinchidan qimmat bo'lganda ham sifat jihatdan ko'p joylari bizdan ustun emas. Bizani aynan stomatologiya sohamiz o'zi narxiga nisbatan sifati yuqori. Men qo'rqmasdan ayta olaman, chunki chet elga men o'zim chiqqanman, bilaman. O'tdagi bizdagi sifatni olish uchun 4-5 barobar ko'p pul berasiz. Hamma biladi bu narsani, hech bekitadigan joy emas. Shuning uchun qimmat deyish sal noo'rin deb bilaman. Endi nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, nisbatan sifat to'g'ri. Men qaysidir stomatologiyada pastroq sifatda ishlashi mumkin. Bu talabga moyil, monand ishlashadi. Qaysi stomatologiya chastni bo'lgancha qimmat bo'lishi mumkin, lekin u sifati yaxshiroq bo'lishi mumkin. texnik vositalari, Texnikasi, doktorlarning o'zini malakasi, ishlatayotgan buyumlari, to'ppa-to'g'ri. Hammasi nima deydi, o'zini rasxodi bor. lekin shifokorlarning orasida eng ko'p pul topadigan stomatologlar. Bu ham bu fikrim juda unaqa to'g'ri deya olmayman. Xirurglarning ishi qimmat bo'lishi mumkin, lekin inson 32 ta tishi bor. Yaxshi shifokor. Eng ko'p pul topadigan shifokorlar emas, shifokorlarning ayollari eng ko'p pul topadi. Mohinnur. Siz bukalter bo'lib ishga kirsangiz bo'lar ekan. Xonada ishlaydigan ayol shifokorlar demadingiz. Yo'q, hamma shifokorlar ham endi o'zini mehnatiga yarasha pul olishadi. Albatta. Stomatologiyaning shunaqa fikr shakllanib qolgan, chunki nimaga bizda qo'lda qiladigan ishimiz ko'p, bizda rasxodning narsamiz ko'p. Shuning uchun sal price balandroq bo'lishi mumkin. Bizda masalan qolgan soha egalari asosan konsultatsiya bilan ishligi bitadi-da. Maslahat qilishadi, dori yozib berishadi, yo'naltirishadi, bo'ldi. Faqatgina shu bilimini, ilmini, tajribasini ulashadi. To'g'ri. Bizda undan tashqari yana o'zimizga ma'lum bir rasxodlarimiz bor. Ularni qo'shganda balki kimlargadir shu qimmat ko'rinadi. Mana ko'pchilikni savoliga javob. Demak, hozir vaqtimiz ham yakunlab boryapti. Bizni mehmonimiz bugungi Doktor FM loyihasining mutaxassisi, oliy toifali stomatolog, terapevt, ortoped Husaddin G'ulomiddinov hisoblanadilar. Ularga tashrif uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz va eng so'nggi savolim, bu yerda savollar juda ham ko'p qolib ketdi. Endi tinglovchilarimizdan o'zlarining muammolari keldi. Eng so'nggi savolim shundaki, tish salomatligi haqida, bir kunlik mukammal odatlar haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, shu bilan yakunlasak bo'ladi. Xo'p, avvalambor tishni oddiy shu hamma biladigan shotka bilan yuvish kerak. Aytganimdek, ovqatlangan, taomlangandan keyin shotka bilan yuvib, undan tashqari yana boshqa bizning qurollarimiz ham bor. Tish tozalash uchun tish iplari floss deydi.
shu tish iplaridan shu shotka bilan baravar tarzda foydalanish kerak. Bu shart, chunki tish yuzasini, oldi orqa yuzasini biz shotka bilan tozalaymiz, lekin oralarini biz shotka bilan hech qachon tozalay olmaymiz. Buning uchun bizga albatta ip kerak bo'ladi. Ip bilan oralarini tozalaymiz. Undan tashqari implanti, koronkalar bo'lgan insonlarga men yana irrigator degan moslama bor. Suv bilan tozalaydi, bosim bilan suv chiqarib, shu tishlarning orasini, moslari bo'lsa, teglarini, implantlarning orasini tozalaydi. Bu yana qo'shimcha agar o'sha aytganimdek narsalar bo'lsa, bu ham foydali bo'ladi. Shulardan foydalanishsa bo'ldi, muammo yo'q. Sizga rahmat kattakon tashrif uchun, qimmatli vaqtingizni ayirmasdan kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli do'stlar, siz Hit FM radiosida Doktor FM loyihasini tingladingiz. Bugungi mehmonimiz Husniddin G'ulomiddinov bo'ldilar. Yana bir bora rahmat. Bizni tinglashda davom eting. Keyingi soatga o'tamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Tishlaringizdan asrang. Har doim kulib yuring. Yaxshi